Yana bitta do'konimiz tayyor bo'pti. Bu yoqda ikkita qilinyapti hozir, 6 tor, 8 tor. Bu 4,5 ga 2,5 qilinibdi. Chiroyli do'kon so'rgan 32 millionga qildi deydi. Elektr montaji shu holatgacha bo'ladi. Lampasini ham o'zi qo'yib oladi. Bu fast food uchun ekan. Bu yerdan podacha qilgan adashmasam. Chiroyli do'kon so'rgan. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Farg'ona, Samarqandda filiallarimiz bor. Bizda biroz qimmatroq, chunki sifatga e'tibor qaratamiz biz. Do'konni chiroyli qilishga, baquvvat qilishga qaranglar. Profil bo'lsa bu, mana shveller. Buning tagida tunika bor. Pol taxta, undan keyin linoleum tashalari. Biza fanera emas yo boshqa emas, tunikalar ham yaxshi. G'idir bor ekan. Qalam bu. Tunikani o'zi 130 ming so'm 1 kvadrati. List holatda. Zakalga qilinadi oynalari, singanda mabodo sinadigan bo'lsa, maydalanib tushishi hisobga olinib, chunki katta oyna kimdir so'yib yuborishi mumkin. Sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Chiroyli, lekin qimmatroq.